Salom, Markaz Showga xush kelibsiz. Siz bilan Dilshod Giyasov va biz 6-qismimizni boshlaymiz. Demak, bizga ilk videoni sunnat yuborgan. Bu video aslida juda ham g'alati bo'lganligi uchun ko'rib chiqib, uni tahlil qilib jamoamiz bilan qo'yamizmi, yo'q qo'ymaymizmi, keyinchalik qanaqa ta'siri bo'lishi mumkinligi haqida ham o'ylab ko'rdik. Yana biz Markaz Showni hamma o'ylaydigan miyalari bilan o'tirib o'ylab chiqib, ikkilanib, qiynalib, urushib, talashib, kimdir yo'q dedi, kimdir xo'p, tortishuvlar bo'ldi. Lekin hamma talab tashagan talablari bilan va fikrlari bilan ular bilan o'rtoqlashib, o'rganib chiqib, SMS-larga javob yozib, ularni yozuvlarini stop. Kimni aldayapman? Umuman kimni aldayapmiz? Bunday videolar bizni e'tiborimizdan chetda qolib ketishi juda amri mahol masala. Shunday qilib, birinchi videomiz andijonlik qor qiz haqida. Takrorlab o'tamiz, bu video internet olamini portlatib yubordi. Hamma joyda shu tema. Bu yoqda ham shu, bu yoqda ham shu. Chunki bu qor qiz erkak. Nimaga? Kim qayerlisan? Nima bu yerda yuribsan? Chak mashinangga bor yo'qan. Tim bo'li azakali qor qiz, qor yigit, qor bola, qor bo'y. Bu odamga, insonga, qor qizimizga, qor bolamizga izoh berish juda ham qiyin bo'lib ketdi. Qor qiz desa, ustidagi kiyim o'zi asli qor qizniki emas. Kelin ko'yneyi. Boshlarida parik, yaxshi ham soqollar olgan ekanlar. Soqol bormi o'zi? Ha? Menimcha yosh va hali bola. Bu qor qiz obrazidagi yigitchaning nigohiga e'tibor bering. Nima qilsa ham erkakda. Qor qiz obrazini yaratgan yigitimiz ham umuman noto'g'ri ish qilibdilar. Hey yigitcha, bu kelin ko'ynining ustidan vadalasga qattiq o'rgansiz ishini. Bu qanday didsizlik, bizvkusitsa, qani fahm farosat, qani bir modani bir eksklyuziv jihatlari. Buni ko'rgan kelin ko'ylak salonidagi stilist qizlarimiz nima holatga tushadi? Angie, я придумала новую моду. Декольте, а сверху водолазка. Фу, что за безвкусица? Совет элитных директоров это не anaqa xodimiydi, короче. Kelinglar bu videoga boshqa, umuman boshqa nigoh bilan nazar solamiz. Balki bu atrofdagi insonlar bolaligida Qorboboga xat yozgan, xat e'tiborsiz qolgan va buni bolalar eslab qolib, hozirgi kunda alamini qor qizdan olishmoqda. Va qor qiz, to'xta. Biz yozgan xatni sen bermagansan Qorboboga. Buyoqqa o'tirasiz. Qatcha Qorbobomiz videoni boshida bor edilar. Tuyoni shiqillatib qopdilar-ku. Kattani bilgan, bobolar biladi nima qilishni. Qorbobojon, Qorbobo soqollari bor bobo. Bu videodagi bitta dona so'z tufayli Namanganda yurasanmi? O'sha gapni kim gapirgan o'zi? Noo'rin odam gapirgan. U aloqasi yo'q. O'tib ketadi. Bo'ladi-yu, bir narsa bo'layotganda aqllilik kelib qoladi-yu. Noo'rin, kerak emas so'z bilan atvet degan marosim boshlanib ketdi. Zombi apokalipsis, hamma zombi bo'lib qolgan. Hamma bir-biriga atvet qaytarish kerak. Anjomliklar. Qalaysizlar aka? Sonlaring yaxshimi? Kecha Nito gapirib yuboribsanlarmi sizlar? Men bir narsani tushuna olmayapman. Nega bu atvetchilar bir-birini bunchalar yomon ko'rishadi? Atvet yozgan namanganliklar va atvet yozmoqchi bo'lganlarga tegishli bu gap. Yana yevolmanglar. Andijon va Namangan o'rtasida deyarli bitta shahar bor. Lekin ular uchalasi mamlakat joylashgan. Ahamiyat bergan bo'lsanglar-da kartada. Ular uchalasi bir-biriga qo'shni, vodiy. Ularda bizda misol Toshkentda hech kim Andijonlik, Namanganlik demaydi, vodiylik deydi, vodiy deydi. Sizlar hammanglar bitta oilasizlar, farzand. Yo'q, u yerda bizga andijonlik bolalar jinni jahli chiqib, har xil gaplar gapiribdi. U yerda keyin Namanganga borasan degan gapda endi u bolani og'zidan chiqqaniga sabab akalar. Nima desa bo'ladi? Endi tarixiylar bor-da, endi Namangan degan tarixiylar bor aka. Yoki bo'lsanglar tan olasizlar. Endi sizlar emas tursizlar, lekin oranglarda shunaqa tarix bo'lgan, Namanganda tarixi chiqqan. Namanganni tarixi qilasizlar, sizlar o'zingizlar bilasizlarmi shu Namangan tarixi? Namangan so'zi qayerdan kelib chiqqan? Namak va kon so'zidan tashkil topgan bu so'z namak, kon
Ya'ni Namakkon bo'lib Namanganga aylangan. Namakkonni ma'nosi namak bu tuz, kon esa yetishtirib chiqaruvchi joy. Demak, oldin Namangan, Namakkon bizga tuz yetishtirib bergan. Tuzini yeb, tuzlig'iga tupurmaydi do'stlar. Nimaga endi biz hammamiz bitta millat vakili bo'lib, Namanganda bunday yurasan deyishimiz kerak? Yevropada bunaqa yurasan, Amerikada bunaqa yurasan desa, ularga yarashadi. Tashqi qonunlashtirilgan. Faraz qiling, uyingizni qaysidir xonasida o'tiribsiz-da, ukangiz qiz bolani kiyimini endi yosh bola kiyib olgan, aylanib qingir-qingir qilib yuribdi. Siz aytmaysiz-ku, bu zan, bu yerda unday yurmaydi, oshxonada unday yuradi. Unaqa demaysiz-ku, to'g'rimi? Siz uni tarbiya qilishga harakat qilasiz. U sharmanda bo'lsa, siz ham sharmandasiz. Bu videoda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan joylarini biroz payqagandek bo'ldik. Ammo tarbiya bunday bo'lmaydi. Ayniqsa kelin ko'ylagi kiygan yigitimizga nisbatan. O'zi kelin ko'ylagi kiyib sharmanda bo'lgandan ko'ra, umuman kiyim kiymasdan sharmanda bo'lmagan ma'qul. Buning iloji yo'q deysizmi? Marhamat. Bu video qahramonlarini haqiqiy qor yigitlari desak bo'ladi. Hey! Hali endi kenaki. O'zi oxirgi payti o'zbek yigitlari biroz g'alati bo'lib ketyapti. Tursunxon gapirmay menga. Yo siz unaqaga loyiq bola bas. Loyiq. Toshkent rosa buzilib ketgan. Voy, o'zim bilan olib ketaman shakili. O'rtoqda, iltimos, kelinglar, bunday holatlarni takrorlamaslikka harakat qilaylik. Undan ko'ra, Namangan, Andijon kelinglar, bitta tan, bitta jon bo'lib, hammamiz birdamlashib, hammani bir-birimizni kechiramiz. Ayniqsa, ana yigitchani ham kechiramiz. Zero u ham ommaga videosini taqdim etib, hammadan kechirim so'radi. Assalomu alaykum O'zbekiston yoshlari. Kirib kelgan 2017-yil barchamizga qutlug' kelsin. Bayram arafasi yoshlik qilib qorqiz kiyimni kiyib yurgan holatim internet tarmoqlarida tarqalib ketdi. Biz buni bilmadik. Iltimos bizni kechiringlar. Hurmatli Namangan viloyat bolalari, ushbu videoda aytilgan barcha sizlar uchun hammalardan uzr so'rayman. Biz bitta daryodan oqib kelayotgan suvni ichib katta bo'lgan bolalarimiz bunaqa narsa bo'lishini biz o'ylamadik. Bizni kechiringlar. Keyin iltimos, atvet qilmanglar. Qo'rdinglar. Akalar, hammalardan uzr so'raladi. Qissadan qissa shuki o'rtoqlar, erkaklar erkakligini qilsin, ayollar esa ayolligini qilsin. Yana bitta iltimos, shaxsiy o'chirmay turinglar. Va mavzu to'g'ri kelib qoldi-da, gapirib ham bo'lmaydi. Anchadan beri gapiraman demoqchi edim. Meni ham otim Dilshod. Iltimos, shu mavzuni ham nimadir qilib yopaylik. Oddiy kimdir meni, "Oy, Dilshod" desa, jahlim chiqib ketyapti. O'zi o'rtog'im nomimdan chaqiryapti. Dilshodlar yaxshilari ko'p. Masalan, men yomon bola emasman, haqiqiy erkakman. Qiz bola kiyimda yurmayman. Kimdir menga ismim bilan murojaat qilsa ham qanaqadir O'zi ko'payib ketdi Dilshod. Iltimos. Dilshodlar hammasi zo'r bolalar. Kuchli Dilshodlar ham ko'p lekin. Bo'ldi Dilshod. Ana ko'rdinglarmi? Hamma nima deb tushundi hozir. Aniq shunaqa tushundinglar. Iltimos, bu tendensiyani yo'q qilaylik. Dilshodlar zo'r, mujik hammasi. Uni oti Dilshod emas vobshe. O'sha telefonda Dilshod deganiga Dilshod dedi. Demak, bir bola.